psixologlarga boradi, murojaat qiladi, o'zini depressiya deymiz bugungi tilda, stress deymiz. Bu holatlardan olib chiqishga bir maslahatlar oladi, boshqa qiladi. Bular ko'pincha bilasizmi, nima qaysi ma'noda ta'sir qiladi? Ko'pincha psixolog odamlar ham ma'naviy ruhdan keladi, lekin uni moddiy narsalar bilan chalg'itish yo'llarini o'rgatadi. Chalg'ishdan demaydi. Masalan, vaqtingni bo'sh o'tkazma. Bularda ham sabab bor, lekin asosiy qurol qilib o'shani beradi ular. Vaqtingni to'g'ri taqsimlagin, falon deb ustondiradi. Masalan, yaqinda shunaqa ko'rsatuvlardan bir ko'rganim, bir katta psixolog ekan. Men qiziqib ko'rdim. O'sha kishi aytayaptiki, hayotda deyapti, siqilgan, depressiyaga tushgan odamga 3 ta narsa haqida so'rab ko'raman deyapti. Agar shu narsalar bo'lmasa, bo'ldi, o'limingni kutaversen deyapti. Bittasi oilasizlik, bittasi ishsizlik, o'zi shug'ullanadigan ishing bo'lmasa deyapti. Asosan ikkitasini aytdi. Bo'lmasa deyapti, bo'ldi, o'zingni ya'ni boshqa yo'l yo'q senga deyapti. Oilang bo'lmasa, ishing bo'lmasa, bo'ldi, senga yo'l yo'q chiqish uchun bu depressiyadan, bu stressdan. Lekin musulmon odam deyotganimiz nima? Musulmonlar ichida hammasi oilalimi? Musulmonlar ichida hammasi ishlimi? Ko'proq dinni multazam, dinni mahkam tutgan musulmonlarni nazarda tutyapmiz. Unday emas-ku. Yoki bo'lmasa tarixda o'tgan, sahobalar davrida, tobiinlar davrida biz qancha eslaydigan kishilarimiz, tiriklikda jannatga olgan kishilar kim edi? Hazrati Bilol kim edilar? Tiriklikda jannatga olganlar. Yana boshqa ko'plab misollar keltirish mumkin-da bunga. Nimalar bilandir to'ldirish mumkin qalbni yana. Mana dunyoviy psixologlardan boshqa hisob. Lekin Alloh taoloning zikri bilan to'ldiradigan joyda boshqa hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi.